Papariga yuqoriga ko'tardi to'pni. Bosh bilan zarba va gol urilyapti. Qizilqum jamoasi hisobni ochdi 5-daqiqadayoq. Farhod Bekmurodov uzr so'ramoqda andijonlik muxlislardan. Sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etyapti Farhod Bekmurodov. Qizilqumning standarti, dastlabki standarti jamoaga gol olib keldi. Navoiydan kelgan muxlislar kam ko'ryapsiz, u qadar ko'p emas. Bekmurodov yig'ladimi? Akmal Rustamov tezkor golga erishdi. O'yin menimcha ochilib ketadi. Papariga aylantirib ichkariga uzatdi. Himoyachilar Dilshod Komilovni yopish bilan band edi. Hammadan o'tib Bekmurodovga keldi to'p. U qiyinchiliksiz darvoza tomon burib yubordi. Adhamov ham chalg'ib qoldi.